Assalomu alaykum amaki. Va alaykum assalom. Amakajon, 2 ta non bilan 5 ta tuxum bervoring. Adam pulini bervoradilar. Polvon adayni qarzi ko'payib ketgan. Borib aytgan, eski qarzlarni yopsin. Keyin men narsa beraman, xo'pmi? Xo'p. Ada, O'g'lim, endi magazinchi amaki narsalar bermas ekan. Qarzlarini to'lab qo'ysin dedi. mayli bora qol bolam. Xo'p bo'ladi adajon. Bir iltimos bilan telefon qilib Agar iloji bo'lsa menga ozgina pul berib tur. Oyligim kech qoldi. Bu yoqdan ro'zg'orim ham tortilib qolgandi. O'rtoq, agar iloji. Yo'qmidi? Rahmat. Allohim o'zing yordam qil. Tiqilmay tur bolam, narsalarni qo'yib oling. Bolam, nima qilyapsan? Narsa yig'olmadi. Tinchlikmi? Mana shu paketga yaxshi narsalarni solib o'rtog'imga olib chiqmoqchiman. Agar ruxsat bersangiz. Ada, Xo'sh, sizga bitta savolim bor edi. qanaqa savol bolam? Ro'zani suv bilan tutsa ham bo'ladimi? Kim shunaqa tutayotgan ekan bolam? O'rtog'im bor-ku, qo'shnimiz Said. Xo'sh, O'sha shunaqa tutayotgan ekan ro'zani. O'shanga yaxshi narsalardan solib unga ham olib chiqmoqchiman. U ham yaxshi ovqatli yeb ro'za tutishini xohlayapman. tushundim o'g'lim. Hozir. Assalomu alaykum qo'shni. Va alaykum assalom. Qo'shni, bu uyingizda bizga ham joy topiladimi? Bor, topiladi. Bir iftorlik qilamiz-a, birgalikda.